Assalomu alaykum azizlar, hammangizga mana ancha bo'ldi ko'rishmaganimizga. Mana bugun Kanada saylovlari o'tganiga ham mana ro'p-rosa bir hafta bo'ldi. O'tgan dushanba kuni Kanadada yangi saylovlar bo'lib ketdi. Parlament saylovi bo'ldi. Parlament saylovida yutib chiqqan partiya Kanadani keyingi 5 yillikda boshqaradi. Shuning uchun ham mana bugun Kanadada yangi parlament va yaqin kunlarda yangi hukumat tashkil topish arafasida. Bu nima o'zgarishlar beradi? Bir boshdan gapiramiz. Avvalambor sizlar bilan mana shu saylovlar arafasida ko'risha olmadik. 36 kun saylovlarda aktiv qatnashdim. Mana bugun bir hafta dam oldim. Saylov o'tgandan keyin chorshanbadan dam olishni boshlab, mana bugun bemalol mana ekran qarshisiga va o'zimizni mehnat faoliyatimizga normal holatda qaytdik. Kanadada nima gaplar bo'lyapti? Dunyoda nima gaplar bo'lyapti? O'zbekistonda nima gaplar bo'lyapti? Albatta O'zbekistonda bo'layotgan gaplar juda ham ko'p. Dunyoda bo'layotgan juda ham gaplar ko'p. Buning eng katta yulduzi bu Donald Trump. Ammo Kanada bugun bu Donald Trumpga e'tibor bermay qo'ygan. O'z kuchiga erishib, o'zini bozorlarini qidirib, o'zini mahsulotlarini sotish bilan band. Chunki vaqtingizni bu Trumpga sarflashni arzimaydi. Chunki hayot doim davom etishi kerak. Aholi o'sishda davom etadi va aholining talablari kuchayadi. Yangi hukumat, yangi narsalar, yangi ixtirolar bo'lib boradi. Bundan kim foyda ko'radi? Bu Amerikani orqasini o'girib, to'nini teskari kiyib olishidan, bundan mana Xitoy davlati, Hindiston va boshqa davlatlar, Britaniya, Yevropa ittifoqi va boshqa juda ham ko'p Yaponiya davlatlari bu foyda ko'radi. Chunki Kanada bu katta bozor, bu dunyodagi eng katta territoriyasi katta davlat. Bu yerda natural resurslar bor va bu yerda ish kuchiga talab bor. Lekin hozir ish kuchiga talablar vaqtinchalik to'xtab turibdi. Lekin men sizlarga shuni aytamanki, qachonki vaqtinchalik to'xtov bo'lgan paytida harakatni qilish kerak. Ana o'shanda harakatni qilib, qandaydir hujjatlarni to'ldirib, rasmiylashtirib, tayyorgarchilikni ko'rib borish kerak. Qachonki iqtisodiyot cho'kishni boshlagan paytida ana o'shanda harakatni boshlash kerak. Iqtisodiyot eng yuqoriga chiqqan paytida bu talabga ehtiyoj juda ham kamayadi. Shunday gaplar. Mana bugun ko'rdikki, bizni avvalgi chiqishlarimiz O'zbekistonga bog'liq edi. Bu rus millatchisini o'zbekistonliklarga nisbatan qilgan yomon kirgan itlar deb chaqirgani edi. Shunga fikr bildirdik va juda ham ko'rsatuvlar, juda ham ko'plab e'tiboringlarga sazovor bo'ldik. Mana bugunga kelib mana ko'rib turibsizki, rus elchisini Tashqi ishlar vazirligiga savolga tutishgani va chaqirishgani mana bugun o'shani rezultatini berdi. Va undan tashqari oxirgi chiqishimizda Xitoy bo'yicha aytgan edik, nima uchun Tashqi ishlar vazirligi jim o'tiradi, hech kim tanimaydi. Mariya Zaxarovani hamma taniydi, nima uchun Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ahror Burxonov hech kim tanimaydi dedik. Mana bugunga kelib Ahror Burxonov baraka topsin, mana chiqib publikaga chiqib bemalol gapiryapti va har bir Turkiyada bo'ladimi, Arabistonda bo'ladimi, Rossiyada bo'ladimi yoki Amerikadami yo boshqa joylarda bo'ladimi, bemalol fikrlarini mana chiqib aytayapti. Odamlar bizda Tashqi ishlar vazirligining matbuot kotibi Ahror Burxonov bor ekanligini ko'rdi. Bu ham bo'lsa, mana ham shular qatorida faollarning ishi bo'ldi. Keyin Ozodlik radiosiga fikrimni bildirib o'tmoqchiman. Ularni Trump yopmoqchi bo'ldi, ammo demokratiya baribir o'zini kuchini ko'rsatdi. Demokratiya bor joyda prezidentlar hech narsa qila olmaydi. Demokratiya yo'q, diktatura bo'lsa, ana unda uzr hamma narsa bog'ladi. Shuning uchun men avvalambor hech qachon demokratiya bo'lib, jurnalist bo'lib, bloger bo'lib hech narsaga aralashmayman. Men avvalambor bu blogimdan boshlaganimki, mana shu bizni o'zbek vatandoshlarimizni Kanadaga kelishi ko'payishini yo'lga solib yoki qandaydir yo'llar ko'rsatib berishdan iborat. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun albatta menga Telegram orqali, Telegram muloqot guruhimiz orqali xabar yo'llab, konsultatsiyalarimizga yozilishsa, konsultatsiyalarimiz orqali men ularga yaxshi yo'llarini ko'rsataman. Ro'za Ramazonlar ham o'tdi. 30 kun ro'zani mazza qilib tutdik. Ro'zani tugamay saylovlarga kirib ketdik. Mana shu orada juda ham ko'p yangiliklar bo'ldi. Kanadada emigrantlar soniga, emigrantlar ham
deportatsiyalar boshlangan. Bu nima uchun? Bu hech qachon o'zbeklarga ta'sir qilmaydi. Bu birinchi ta'sir qiladigani bu hindistonliklarga ta'sir qiladi. Chunki hindistonliklar juda ham noliganlari ko'payib ketdi, noligan ish beruvchilari ichidan topildi. Shuning uchun ham ularga qattiq cheklov va deportatsiyalar boshlab yuborilgan. Chunki Kanada ham deportatsiyalar bo'lyapti desa, bu aniq bir millat bo'yicha xabar berilmaydi, umumiy xabar beriladi. Shuning uchun doimo e'tiboringizni shunga qarating. Ish o'rinlari bormi Kanadada? Albatta bor. Har doim bor, har doim bo'lgan va bundan keyin ham bo'ladi. Aholi yeyish kerak, ichish kerak, harakatlanishi kerak. Buning uchun nima bor? Endi bu kiritgan bojlar, tariflar nima bo'ladi? Oldiniga juda ham ko'p vahimalar bo'ldi, lekin hozirga kelib hammasi o'z joyida. Hattoki Trampni bunday tariflar qilayotgani, boshqa qilayotganini hech kim eslayotgani ham yo'q. Shu qisqacha qilib aytmoqchiman. Emigratsiyada nima yangiliklar? Emigratsiyada yangi cheklovlar kiritilyapti. Yangi cheklovlar kiritilyapti deganda bu emigratsiyani taqiqladi degani emas. Mana misol uchun qaysidir bir sohaga odamlar, qaysidir kasb egalari ko'payib ketgan bo'lsa, ana o'sha joyda cheklov bo'ladi, qaysidir sohalarga ochiladi. Endi buni ko'rishingiz mumkin mani Telegram kanalimda. Telegram kanalimizda juda ham ko'p insonlar ketib qolishyapti. Mayli boringlarga shukr. Qolgani nima deydi? 5 ta bo'lsin, zo'r bo'lsin deydi. Qancha qolsa shunisi bizga yetarli. Endi avvalambor Telegramimizda yuborganki, bu kanalni nima uchun tuzgansiz, bizning savollarimizga javob bermaysiz deb. Qanday savollaringiz bor? Har bir savollaringizni o'zim kutaman. Telegramda hozir adminlarim yo'q, chunki menga yaxshi adminlar bo'lsa, marhamat, Telegram kanalimni yuritsa yaxshi bo'lardi, lekin hozircha adminlarim yo'q. Shuning uchun admini ham, boshqasi ham, hamma savolga javob beradiganlar ham o'zimman. Agardaki sizni bergan savollaringiz Telegram kanalimda yo'q bo'lib, YouTube'da yo'q bo'ladigan bo'lsa, albatta unga savol beraman yoki alohida o'zingizga to'g'ridan to'g'ri yozaman. Shunda albatta e'tibor berib o'ting. Har bir muloqot kanalimizda orqali sizga yozilgani meni o'zimning nomimdan yoziladi. Endi boshladik. Endi bugun mana shu bo'sh kunlarimda, bo'sh paytlarimda, mashinada ketayotganimda yoki uyga kelib kechqurun dam olishimdan oldin bir pas kirib O'zbekistondagi bo'layotgan voqealar va o'zbeklarga nisbatan bilintirilayotganlarni juda ham ko'p ko'rib boraman. Avvalambor yana bir marta qaytarib aytamanki, men jurnalist yoki bloger emasman. Lekin albatta o'zbek faoli bo'lib turib fikrimni bildiraman. Mana shu O'zbekistonni vatan jonkuyari, vatanparvari, o'ziga Payg'ambarimiz ismlarini qo'yib olgan bir baloxon, bir balojon deb ismlarni qo'yib olgan insonlar bizni o'zbek ayollarimizni mutlaqo fohisha deb, bu fohishalar ko'payib ketdi, chet elda o'zbek fohishalari ko'payib ketdi, Turkiyada bunday bo'lib ketdi deb Turkiyada o'tirib olib, mana shu insonlar juda ham o'zbek ayollariga nisbatan fikrlar bildiryapti. Payg'ambarimizni Muhammad Raufxon, Nurulloh bir baloxon degan ismlarni qo'yib olib, Turkiyada o'tirib olib, soqollarini o'stirganlarga xuddi bir ajnabiy insonlarga o'xshab, siz Muhammad Raufxon, marhamat bir ko'rib ko'ring. Musulmonlar qanday chiroyli soqollarni qo'yishadi, qanday sochlarini chiroyli, qanday chiroyli kiyimlar kiyishadi. Siz o'zingizga bir qarang, ayollarni fohisha, betofiq o'zbek xalqi yetishtirib chiqaryapti, qo'l qilib jalablik qilishga yuboryapti deb gapirishdan sal o'zingizni teng. Lekin men sizni tanimayman. Lekin siz o'zingizni adib, yozuvchi, shoir, jurnalist bir balo deb o'zingizni tanishtirgansiz. Men lekin hech qayerda sizni eshitmaganman. Lekin sizni bir ikki videolaringizni Azon Globalda ko'rib, men haqiqatan ham sizdan ko'nglim sovidi. Lekin men shu chet elda bo'lib, agardaki O'zbekistonda biron bir ayoli o'zini yo'ldan buzilgan bo'lsa, o'shandan so'rayman, sabab nima bo'ldi? Jismoniy ehtiyojmi yoki material ehtiyojmi? Nima uchun Amerika Qo'shma Shtatlarida yoki Kanadada yoki Yevropa ittifoqida yurgan ayollarda yuribdi o'zbek ayollari, lekin ular fohisha emas. Sizni Turkiyangizga borgan bo'lsa, o'sha Turkiyada qo'noq topibsiz. O'sha joyda o'tirib olib, bizni bor o'zbek ayollarimizni siz yomoni tuqqan. Va hamma o'zbek ayollarini fohisha deyapsiz. Boshqa balo edi, battar edi, ko'payib ketdi deyapsiz. Qachon ular bo'lmagan?
Chunki har bir narsa Sovet paytini maqtaysiz yoki Sovet paytida nazorat bo'lar edi deb maqtamasangiz ham nazorat bo'lar edingiz. Chunki Sovet paytida hamma, siz o'sha paytda partiyniy ishlarda ishlagan ekansiz. O'sha paytda hamma buzuqlar o'sha tepada edi-ku, o'zingizlar buzardinglar-ku. Shuning uchun mendan xafa bo'lmang, men o'zimning fikrimni bildirdim. Lekin sizdan iltimos, og'zingizga bir qarab oling. Payg'ambarimizning ismlarini o'zingizga taxallus qilib olibsiz, o'zingizga bir qarab oling. Yana ikkinchisi, Samarqandlik bir yozuvchimi, blogermi nimalarni kiyib olib masjidlarga borib bolalarning rasmini olib boshqa qilib yana siz O'zbekistonda faoliyat ko'rsata olmadingiz. Chunki sizni yana bir jurnalist bir marta Yevropa sayohatiga chiqqanda men bir Facebookda yozdim, Kanadaga ham keling, faqatgina yozda keling desam xafa bo'lib ketib, yo'q borsam ham bormayman degan edi. Bir Samarqandlik shallaqa bloger, o'zicha yozuvchi, bir balo bir qayerdadir matbuot kotiblari bo'lgan, qachon qarasa chiqishida faqat O'zbekistonni yomonlagan. O'zbekiston yomon bo'lganda ham biz yomonlaganmiz. Vatan bitta bo'ladi. Siz qaysi davlatda yashaysangiz ham, ha, bu sizning vataningiz bo'ladi. Lekin haqiqiy vataningizni yomon, hukumat yomon bo'lishi mumkin. Hukumat yomon bo'lishi mumkin. Vaqtincha boshqaruvchilar, bu hukumat ham boshqaruvchi hammasi vaqtincha, lekin siz mutlaq vatanni yomonlayapsiz. Masjidlarda bolalarni kirgizmaydi, unda edi, bunda edi, qachon qarasa negativni o'zbek tilida gapirib. Mayli, turki shapkasini kiyib olibsiz, turkcha kiyamzurlarni kiyib olibsiz. Agar siz o'zbekni vatanparvar o'zbek bo'ladigan bo'lsangiz, o'zbekcha yaxtay ko'yni chopon bilan chiqing, baraka topkur. Yo bo'lmasam odamga o'xshab muomala qiling. O'zbekistonni bunchalik yomonlamang. To'ramurod akami, To'ramurodmisiz, bilmayman. Shuning uchun iltimos sizdan, iltimos, men sizga yomon gapirayotganim yo'q. Men sizga biror bir qandaydir gap nima qilayotganim esingizda bo'lsa, 2018-yilda Yevropaga chiqqaningizda men aytdim, Kanadaga ham keling, kutib olaman, mehmonim bo'lasiz. Faqat yozda keling, yozda kelsangiz, yo'q, borsam ham senga bormayman, menga ko'rsatma qachon kelishimni, chunki Kanadada yoz fasli juda ham qisqa va juda ham go'zal bo'ladi. Mana shuning uchun siz kelganingizda o'sha To'ramurod janoblari sizga men Kanadani ko'proq tabiatini boshqasini ko'rsatmoqchi edim. Shuning uchun aytgan edim. O'shandan keyin men sizni umuman o'zimning fayllarimdan orqali sizni kuzatishni to'xtatganman, lekin mana shu Azon Global'da ko'rib, shunga men ozgina sizdan ranjidim. Buni xafa bo'lmang, lekin men bor narsani bu borligicha gapirdim. Lekin har bir narsani efirga chiqarishingizdan oldin bir o'zingiz ko'rsangiz bo'lar edi. Bir o'zingiz tuz yegan tuzliqqa tupurgan bo'lmang. Siz shu ikkalingiz Turkiyada o'tiribsiz, gapirib yotibsiz og'zingizga kelgan narsani. Arpangizni kim xom o'rgan bo'lsa o'shalarga qarating. O'zbek qizlarini jalab demang, o'zbek bolalarini mardikor demang. Butun dunyoda globallashgan mehnat qidirib yuribdi hamma. Shuning uchun dunyoga chiqib ketayotgan bo'lsa, ha, hukumatning aybi bordir. Lekin siz o'shani odamiga qarab butun xalqni haqorat qilmang. Bu qisqacha gapiradigan gapim, ko'nglimda bor narsalar edi, shuni gapirdim. Endi mendan so'rashibdiki, mana prezident o'ziga premiya qilib videolar chiqaryapti. Chiqarsa chiqaraversin. Bu xalq agardaki shuni tanlab saylasa marhamat, nimaga? O'sha Saida Mirziyoyev ham o'zi O'zbekistonning vatandoshi, uni ham haqqi bor prezidentlikka nomzodini qo'yish. Xohlasangiz ovoz bering, xohlamasangiz ovoz bermang. Ovoz bermang. U yerda siz ovozingizni e'tiborga olishadimi? Ha yoki yo'q degan ovozingizni e'tiborga olishadimi? Unisiga men kafil emasman. Chunki hamma joyda saylov bor. Saylovda agardaki mana shu Saida Mirziyoyevni qo'ysa, 80% odam yo'q deb chiqsa, buni hech qachon ular teskarisiga ag'dara olmaydi. Shuning uchun ham Saida Mirziyoyevning ham haqqi bor prezidentlikka qo'yishga. Haqqi bor o'zini ishlarini ko'rsatishga. Mana men ham video qilib ko'rsatyapman o'zimni. Yoki bo'lmasa mana shu To'ramurod yoki anavi Muhammad Raufxon ham chiqib o'zini ko'rsatyapti, kimligini, qanaqadir badbaxt ekanliklarini ko'rsatyapti. Lekin men o'zimni ko'rsatyapman, mana immigrantlarga yordam berish ko'rsatyapman. Shuning uchun hammani o'zini
nimasi bor. Kanadada saylovlar qanday o'tdi? Saylovlar juda ham demokratik o'tdi. Saylovlarda bir kuniga eng kamiga 5-10 kilometrlab peshkom yurdik. Yayov yurib odamlar bilan uchrashdik, juda ham ko'p tajribalar orttirdik. Juda ham natijamizdan juda ham xursandmiz. Bizning nomzodimiz mana o'zbeklarning nomzodi, o'z millati o'zbek bo'lmasa ham lekin o'zbeklarni nomzodi Kanada parlamentiga saylandi. U insonni albatta O'zbekistonga borganlar, keyinchalik O'zbekistonga borsalar, albatta matbuot orqali men sizlarga u kishini tanishtiraman. U kishi O'zbekiston Kanada bo'yicha parlamentlararo do'stlik jamiyatining raisi va u kishi Kanada parlamentiga 3-marta saylandi. 3-marta. Shu insonni men ishonchli vakili sifatida, volontyorlarning koordinatori sifatida qatnashdim. Immigratsiyada nima gaplar va nima o'zgarishlar bo'ladi yaqinda? Albatta immigratsiyada Atlantik programmasini unutinglar. Atlantik programmasi yopildi, chunki Atlantik provinsiyalarida borayotgan immigrantlarga ishlar topib berish olmadi va Atlantik programmasi mana shu nolegal immigrantlarni legalizatsiya qilishiga yordam berdi. Shuning uchun u programma yopiq. Tamom bo'ldi. Shuning uchun uni o'ylamaylar. Boshqa programmalarni hammasi ishlab turibdi va undan tashqari mana Telegram kanalimizda agar kimda kim a'zo bo'lsa, ana o'sha joyda immigratsiya bo'yicha qanday yangiliklar bo'lsa, ana o'sha joyda bor. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Shuni bir sizlardan iltimos qilib qolamanki, Kanadani to'g'risida menda videolarim chiqqanda, o'zimning kanalimda o'zimning videolarim kimgadir intervyu bermagan, o'zimda chiqqanda albatta like ni bosib nima bildirib qo'yinglar, fikr bildirib qo'ysanglar yaxshi bo'lar edi. Eng oxirgi aytadigan gapim. Yaqin kunlarda ehtimol mana shu yoz oxirgisi bo'lishi mumkin. Mana shu may, iyul oxiri bo'lishi mumkin. Undan keyin Telegram kanalim, YouTube kanalni ham boshqa insonlarga topshiraman. Chunki undan keyin mana kasbim bo'yicha hech qachon publishni chiqa olmayman va hech kimga immigratsiya bo'yicha ko'rsatmalar bera olmayman va juda ham band bo'laman. Chunki bunga mutlaqo vaqtim bo'lmaydi. Va undan tashqari men juda ham ko'p sayohatda emas, mehnat safarida yuraman. Yangi boshlayotgan meni kasbim, yangi bo'ladigan kasbim, hozircha kutib turibman javobini kelishini. Bo'lganidan keyin, ana undan keyin men mutlaqo matbuotda nafaqat o'zimning kanalim, o'zimning Telegram kanalimda chiqa olmayman. Shuning uchun sizlarda 2-3 oy vaqt bor. Agardagi kimga konsultatsiyalar kerak bo'lsa, marhamat muloqot orqali yuboringlar. Hozir mana shu kanalni admini ham yangiliklar qo'yib borish faqatgina o'zimman. Shuning uchun agar mendan javob qaytarib boradigan bo'lsa, marhamat savollaringizni berishingiz mumkin. YouTube'da savollaringizni berishingiz mumkin. Buni tagida juda ham ko'p savollar bo'lsa berasizlar va bunga javob yuboraman yoki men o'zimning Telegram raqamimni qoldiraman, bemalol o'sha orqali bog'lanishimiz mumkin bo'ladi. Lekin vaqtingiz juda ham kam. Bilaman, albatta hammani ham o'ziga yarasha vaqti, yoz paytida hamma ham o'ziga yarasha band bo'ladi. Lekin men sizlarga yana bir marta aytib qo'yay, bu hayotimda kasbimda o'zgarishlar bo'lgani sababli, bo'lishini kutilayotgani sababli, agardaki shu narsa o'zgarib qoladigan bo'lsa, men juda ham ko'p safarlarda yuraman va bu safarlar mobaynida sizlar bilan bog'lana olmayman va men faoliyatimni boshlaydigan kompaniyani birdan-bir polisi bu Facebook, YouTube, Telegram, WhatsApp kanallarida hech qanday matbuot bilan bog'lanmaslik sharti bo'ladi. Chunki oldindan shartlarni belgilab olganmiz va bularga oldindan qo'l qo'yganmiz, lekin hali to'liq kuchga tushishi 2-3 oyga borsa kerak. Menimcha keyingi oyga bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun sizlarga xabar berib qo'yaman. Bu kunlar g'animat. G'animat bo'lgandan keyin marhamat bog'laninglar, gaplashamiz. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilayman. Hech ham kasal bo'lmanglar. Uylarga baxt, saodat, sog'lik, salomatlik doimo tark etmasin. Xayr.